Umidlar, orzular va hayotga bo'lgan rejalar bilan boshqa davlatga ishlash uchun ketayotganda eng muhimi sog'ligingizni yodda tutish nihoyatda muhimdir. Chet elda hayotingizni boshlayotganingizda o'z huquqlaringiz, jumladan sog'liqni saqlash huquqiga ega ekanligingiz haqida bilishingiz kerak. Ignalardan birgalikda foydalanish yoki himoyalanmagan jinsiy aloqa kabi xavfli xatti-harakatlar bir qaraganda qo'rqinchli ko'rinmasligi mumkin. Ko'rinishidan zararsiz bo'lgan bu harakatlar sog'ligingizni xavf ostiga qo'yib, jiddiy oqibatlarga olib kelishi mumkin. OIV bu odamning immunitet tanqisligi virusi. U inson immunitet tizimiga ta'sir qiladi. Agar davolanmasa, OIV infeksiyasi AIDS bosqichiga o'tishi mumkin. OIV insondan insonga qon va tana suyuqliklari himoyalanmagan jinsiy aloqa orqali yoki onadan bolaga yuqishi mumkin. OIV suv, havo, quchoqlash yoki o'pish, qo'l berib ko'rishish, uy ro'zg'or buyumlari bilan birgalikda foydalanish yoki chivin chaqish orqali yuqmaydi. O'zingizni himoya qilish xavfsizlik choralarini ko'rishdan boshlanadi. Jinsiy aloqa vaqtida himoya vositalaridan foydalanish juda muhim. Bundan tashqari, faqat bir martalik shprits, ignalardan va tibbiy muassasalarda steril asboblardan foydalanishlarini talab qiling. OIVga testdan o'tish OIV infeksiyasi borligini aniqlashning yagona yo'li hisoblanadi. Agar siz OIVni yuqtirib olgan bo'lishim mumkin deb o'ylasangiz, OIV statusingizni bilish muhim. Agar javob musbat bo'lsa, imkon qadar tezroq davolanishni boshlash muhimdir. Testdan o'tish oson. OIVga testdan o'tish tez va og'riqsizdir. OIV infeksiyasini yuqtirish xavfini kamaytirish uchun xavfsiz xulq-atvorni birinchi o'ringa qo'yish, muntazam tekshiruvlardan o'tish, OIV statusini bilish va kerak bo'lganda davolanish orqali siz yorqinroq va sog'lom kelajakka yo'l ochasiz. O'zingizni va yaqinlaringizni OIV infeksiyasidan saqlang. Batafsil ma'lumotni Respublika AIDSga qarshi kurashish markazi va yaxshi narsalar interneti veb-saytlarida bilib oling.